Assalomu alaykum. Yangi partiya qo'taganlarimiz tayyorlanyapti. Bizning mijozlarimiz bilishadi. Har doim yangi partiya tayyorlanayotganda Instagramga va Facebookga shunaqa storylar qo'yamiz. YouTube uchun yana video ketyapti. 15-mart Xudo xolisa 2026-yil yangi partiya qo'taganlarimiz Misrovkadan o'tkazilgan varianti tayyor bo'ldi. Holatlarini ko'rishingiz mumkin. Bezak sifatida bodomni maydalangan va xandon pistani maydalanganidan sepib chiqqanmiz. Ko'rinishi ham chiroyli bo'ldi, ham foydali. Buni yaqinlarga, yosh bolalarga, ota-onalarga olib bersanglar, hadya qilsanglar, hayit yaqinlashyapti. Bir ko'rganda buni qanaqa foydali va esda qoladigan mahsulot berayotganinglarni mijozlarni, yaqinlarni ko'zidan ham his qilasizlar va bu mahsulotlarni mana bunaqa yirik varianti ham bor. 19 xil quruq meva va 20 asal aralashmamiz. Bu mahsulotni ham mana ko'rinishlari xuddi shu holatda yetkazib beramiz. Qaranglar, qanaqa foydaliligini ko'rgan odam biladi. 100% tabiiy bo'lgan mahsulot, birorta bir ximikat qo'shilmagan, qayta ishlangan mahsulot qo'shilmagan. Yosh bolalar, yosh kattalar, ayollar, homilador ayollar ham yeyishligi mumkin. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Ish faoliyat yuritayotganimizga mana 2 yil bo'lyapti. 2 yil ichida 4000 ga yaqin mijozlarga xizmat ko'rsatdik. Foydalariga kelsak, qabziyatni yaxshilaydi, miya faoliyatini yaxshilaydi, qonni ko'paytiradi, qonni filtrlaydi, miya faoliyatini yaxshilaydi, yurak qon tomirlariga yaxshi inshaalloh. Yurak bir me'yorda urishga yordam beradi. 70% dan ortiq dukkakli mahsulot bo'lgan hisobiga va tuzlanmagan, qovurilmagan mahsulot qo'shganimizga erkaklik quvvatini ham inshaalloh juda ham yaxshi sezilarli darajada ko'taryapti va testosteronni ikkita narsa ko'taradi: magniy va yog'lar, tabiiy yog'lar. Bu mahsulotda mana tabiiy yog'lar bor. Kishu, bodom, dukkakli mahsulotlarning ichida hammasida yog'i bo'ladi. Va inshaalloh tabiiy mahsulotlar 100% hammasi ishonchli. O'sha gapimiz, bizning shiorimiz, tabiiy vitaminlarga qaytish vaqti keldi. Kerakli nomerli 24/7 ga yoquv 99 kodi bilan 954 44 44 nomeri. Toshkent shahar bo'yicha dastavkamiz mutlaqo bepul. Viloyatlarga BTS Express pochta orqali yetkazib beramiz. Mahsulotni ko'ringlar. Hadyalarga ham juda ham chiroyli. Buni korobkada o'zini qo'shiqlari bilan chiroyli paketlarda yetkazib beramiz. Bu videoni yaqinlarga yuborib qo'yamiz. Xudo xolasa YouTube'da ham podpischiklarimiz va prosmotrlar ko'payib boryapti. Yaqinlarga jo'natib bizani rivojlanishimizga hissa qo'shasizlar degan umiddamiz. Hammaga rahmat.